O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llatsin. O'zgidromet markazi 17, 18, 19 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo biroz bulutli bo'ladi. 17, 18 aprel kuni yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 19 aprelda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 18 aprelda ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 17 aprel kuni kechasi 12-17 daraja, kunduzi 21-26 daraja. 18 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 16-21 daraja. 19 aprelda kechasi 8-13 daraja, kunduzi 16-21 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hamda tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 17-18 aprel kuni ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 17-18 aprelda ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 17 aprel kuni kechasi 5-10 daraja, kunduzi 12-17 daraja. 18 aprelda kechasi va kunduzi 8-13 daraja. 19 aprelda kechasi 2-7 daraja, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.